Mhm. Xo'sh, assalomu alaykum, azizlar. Sizlar bilan yana Anvarjon Qosimov. Navbatdagi videoni yozmoqchiman. Illuminance Global kompaniyasiga tegishli faoliyatimda yangi bitta video bo'ladi. Bugun yana pul kiritmoqchiman saytga va mablag'imni investitsiya qilib yangi strategiya ochmoqchiman. Mana shu jarayonni birgalikda sizlar bilan ko'rish uchun zapis yozmoqchiman, video qilmoqchiman va mana shu jarayonga boshlaymiz, azizlar. Bu uchun men hozir ekranimni ulashib olishim kerak sizlar bilan. O'sha ekranimni ulash masalasini hozir bilib olay. Hop, share. Zoomda ishlayapman bugun. Xudo xohlasa boshlandi menimcha. Hozir ekranimizni ko'ramiz. Mana azizlar, Illuminous Gold kompaniyasining veb sahifasi. Mana aytaylik, berib tursin ekranim. Mana saytda ko'rib turibmiz, balansimda ozgina mablag' bor. Ozgina mablag'. Shuni ustiga, ya'ni bu mablag' hozir IQN tokenda turibdi, USDT emas. Va men hozir tashqaridan Asterion birjasiga taxlab qo'ygan pulimni, mana $531 pulim bor. Mana shu narsani endi Illuminansga olib kelib olmoqchiman. Yangi strategiya ochmoqchiman. Xuddi shu pulni endi mana shu saytga ko'chirishimiz uchun azizlar, bizga Tron tarmog'idagi USDT valyutasini ko'chirish uchun adres kerak bo'ladi. Sizlar bilan biz ko'rganmiz saytda пополнение qilish uchun, ya'ni pulni kiritib olish uchun biz mana bu yerdagi hamyonga murojaat qilardik yoki bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri mana yerdagi пополнить tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi, azizlar. Mana bosamiz, пополнить degani to'ldirish degani bo'ladi. Bizga oyna chiqadi. Mana shu oynani ko'rib turganimizdek, mana bu yerda mana shu narsani uzoqroq qo'yib turay hozir. Menga xalaqit beryapti. Mana oynada yangi oyna paydo bo'ldi pul to'ldirish uchun. Demak, biz bu yerda valyutani tanlagan bo'lishimiz kerak. Mana Tether TRC20 tarmog'idagi valyutani tanlayapman. Bu stable coin. Endi bu uchun men hozir adres, ya'ni olishim kerak. Получить адрес кошелька degan tugmani bosaman. Mana bosganimda kompaniyada saytda menga qaysi adresga pul kiritishim kerakligini ko'rsatish uchun bermadiku. Mana Tron tarmog'idagi adres paydo bo'ldi. Adres kошелька deyapti. Mana T bilan boshlandi. TRC20 tarmog'idagi mana USDT ni jo'natmoqchisiz. Mana shu adresga jo'natasiz deyapti-da, menga adresni beryapti. Shu adresni to'liq kopiya qilib olishim kerak. Mana kopировать degan tugmasi ham, band ham bor. Chunki bu yerda ma'lum bir qismini kopiya qilib birorta bir simvolni yoki harfni tushirib qo'ysangiz, noto'g'ri adresga pulingiz ketib qoladi. O'shaning uchun mana kopировать degan tugmani bosamiz. Mana copy deyapti. Xotiraga olindi. E'tibor qilamiz, TQZ bilan boshlanyapti bu adres va JDV degan harflar bilan tugayapti. Endi Asterion birjamizga kelganimizda отправить tugmasini bosamiz bu yerdan va yangi oyna chiqishi kerak bizga. Demak, kripto adresga jo'natamiz. Mana kripto adresga jo'natamiz. Shuning uchun ham bu tugmani bosamiz. Bizga aytyapti, vыберите aktiv. Qaysi aktivni tanlamoqchisiz? Qayerdan jo'natmoqchisiz? Mana USDT. Demak, tarmoqni tanlang. Bizga Tron tarmog'i kerak bo'ladi. Adresni qo'ying deyapti mana. Adresni qo'yish kerak bo'lgan joyga xotiradagi adresni qo'yamiz va tekshiramiz. TQZ bilan boshlangan, JDV bilan tugagan adresni bergan edi mana. Saytda boshqatdan tekshirib olamiz. TQZ JDV bilan tugayapti. O'rtadagi simvollarni hammasini o'qish shart bo'lmaydi, lekin boshi oxirini tekshirib olishimiz kerak, azizlar. Demak, mana bizda adres qo'yildi. Endi summa. Demak, balansingizda qancha pul bor? Balansda $532 qancha pul bor deyapti. Maksimum desak, summa. Bu degani $2,5 mana komissiya olaman deyapti. Получатель получит, ya'ni oladigan tomon shuni oladiki, mana $529.82 oladi. Общая summa 532 bo'ladi, deyapti. Biz lekin $532 pulimiz bormi yo'qmi, shuni tekshiraylik avval. Demak, nazar deymiz, bir marta orqaga o'tamiz. Yana ham kriptovalyuta degan bo'limimizga bitta o'taylik. $531 ko'rayotgan edik o'zimiz pulimizda. Nega bular 532 deyapti? 531.79 pulim bor. Demak, hozir agar uni ko'prog'ini zapros bersam, bu menga отказ berishi mumkin. O'shaning uchun boshqatdan hisoblayman. $531dan $2,5 o'zim ayirib tashlashim kerak mana. Kalkulyatorga olib qarasam, 531 ayiraman $2,5. Bu komissiya 528.50 bo'lar ekan. Demak, hozir men
boshqatdan отправить tugmasini bosganimda, kripto adresga jo'nataman deganimda, menga aytadi aktivni tanlang. Men USDT ni tanlayman. Tarmoqni ham Tron deb tanlayman. Adresni boshqatdan qo'yaman xotiradan, tekshiraman. TQZ JDV bu to'g'ri. Ana endi summani 531 deb o'zim yozaman va aytadi, недостаточно средств, e'tibor qiling mana. Mana shuncha pulni ustiga yana 2,5 dollarni qo'shganingizda sizni pulingiz yetmaydi deyapti. O'shaning uchun men endi olamanda 528 yozaman. 2,5 dollardan keyin esa pulim yetadigan bo'ladi, xudo xohlasa. Endi qarang, перевести tugmasini bosganimda menga yangi oyna chiqib, boyagi e, nima deydi, shartlarni qabul qiladigan kodlar jo'natiladi. Hozir shuni tekshiramiz. Google Authentifikatorga menimcha keladi u kod. Hozir boshqatdan yana tekshiraman ishonch hosil qilish uchun. Ya'ni 528 dollar kichkina pul emas, uni jo'natishdan oldin tekshirishim kerak ancha narsani. Demak, men bu yerda TQZ JDV bilan tugaydigan adresga USDT testerni, ya'ni TRC20 tarmog'i bilan jo'natishim kerak. Tekshiryapman. Asterimga o'tyapman. USDT Tron tarmog'ida TQZ JDV bilan tugayapti. Xo'p, summa 528 dollar o'tadi. Xudo xohlasa, 2,5 dollar komissiyasini oladi va boshlaymiz. Qani, bismillahir rohmanir rohim. Uyaltirmasin, xudo xohlasa. Перевести. Endi aytyapti, получатель kim? Oluvchi taraf kim? TQZ bilan tugaydi, JDV bilan boshlanib, TQZ bilan boshlanib, JDV bilan tugaydi. Adres Tron. 2,5 dollar komissiya beryapsiz. 528 dollar borib tushadi deb bizga xabar beryapti. Перевод активов. Внимательно проверьте все детали транзакции deyapti. Ogohlantiryapti birjamizni o'zi. Eslatib o'taman, Asterion birjasi O'zbekistonda qonuniy ravishda faoliyat yuritayotgan birja, kriptovalyutalar oldi-sottisi bilan shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz o'zingizga oson bo'ladi. Demak, перевести tugmasini bosamiz. Xudo xolasa hammasini tekshirdik. Demak, Google Autentifikatorga menga parol keladi. O'sha narsani hozir tekshiraman. Meni telefonimda autentifikator bor. Ochib parolni ko'rib olishim kerak. 875 254. Qabul qildi, xudo xolasa. Hop, yana ko'ramiz. Jarayon, tranzaksiya успешна. Tokeni отправлены. Qarangki, mana 182 dollar qoldi. Demak, endi biz bu yerdan chiqib ketgan pulni mana bu yerda, mana tranzaksiyalar tarixida 528 dollar yechilganini ko'ryapmiz mana bu yerda. Endi mana обработкада. Demak, pulni jo'natish operatsiyasi обработка jarayonida, ya'ni qayta ishlanyapti bu narsa. TQZ JDV degan adresga ketdi. Xo'p, buni yopib turamiz. Endi 1-2 daqiqa kutishimizga to'g'ri keladi menimcha. Hozir bu yerda Illuminance kompaniyamizdagi saytimizda pul kelib tushishini ko'rishimiz kerak, xudo xolasa. Yangilaymiz saytni. Tron tarmog'i odatda 1-2 daqiqa kuttiradi, ba'zida undan ko'proq ham kuttiradi. Lekin xudo xolasa hozir mana shu ishimiz to'g'ri amalga oshishi kerak. Xudo xolasa mana shu narsa amalga oshishi kerak. Xo'p, kopiya qilib shu saytni bir nusxasini olib bir joyda saqlab turay. Har ehtimolga qarshi tursin. Demak, yangilaymiz. Sahifani yangilaymiz. Hali hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Saytda nima holat? Saytda nima holat? Istoriya. Обработка. Обработано. Ya'ni qayta ishlandi deyapti. Bo'ldi. Qani ko'ramiz. Saytga kelamiz Illuminansga. Mana azizlar. Ko'rdingizmi? 2-3 daqiqaning ichida pulimiz Illuminance kompaniyasiga kelib tushdi. Ana endi keyingi navbatda mana 546 dollar umumiy summani ko'ryapmiz siz bilan. Lekin qarang, 528 dollar depozit bo'ldi mana. Tranzaksiyalar tarixiga qarasak, depozit bo'ldi mana. Depozit degani pul kiritildi degani azizlar. Pul kiritildi, ya'ni 528 dollarimiz keldi, ammo nega 546 dollar ko'ryapmiz? Men sizga tushuntiraman. Mana bu yerda kошелегimizni olsak, ro'yxatimizga qaraymiz mana. Ekrandan qochib turay. Mana bu ro'yxatda siz bilan biz bilamizki, valyutalarimiz turadi.
Testerda 528 dollar turibdi hozir, lekin menda pastroqda IQN token ham bor azizlar. Mana 268 ta IQN tokenim bor. Hozir endi mana shu IQN tokenni ham konvertatsiya qilib boshqatdan shu pulni ustiga olib kelamanda umumiy hisobdagi USDT ni summasini jamlashtiraman. Uning uchun mana bu yerda menga obmen tugmasi bor edi. Shu yerda tanlayman. Birinchi oynadan IQN tokenini tanlayman. Ikkinchi oynadan USDT TRC 20 ni tanlashim kerak. Chunki IQN token Illumens kompaniyasining o'zini tokeni, o'zini kriptovalyutasi. Bu yerda demak maksimum darajada hammasini ayirboshlamayman va obmenni amalga oshiraman. O'zim qochib turay tetroqqa. Mana. Obmen tugmasi. Mana qarang, IQN token bu yerda tanlangan. Testerga almashtirmoqchiman. Umumiy miqdori 268 butun nechtadir IQN bor va 18 dollar 17 sentni menga hozir ayirboshlab beradi azizlar. Obmen tugmasini bosaman. Demak, obmen успешно завершен. Mana. Ayirboshlash muvaffaqiyatli kechdi. Endi bizga bu oyna kerak emas. Endi valyutalarimizni hisob-kitobiga yana qaraymiz. Mana qarang. Mana bu yerda testerda 546 dollarni ko'ryapmiz azizlar. 546 dollar pulimiz bor. Hozir endi biz bu yerda endi strategiya ochishimiz kerak. Bu pulni, mana bu mablag'ni endi ishga chiqarib yuborishimiz kerak. Siz bilan u uchun arbitrajni o'z yil degan joyga kelamiz azizlar. Mana shu joyda stablecoin strategies degan yangi strategiyamiz bor. Bu strategiya yaqinda ishga tushgan. Salkam bir oy bo'lyapti. İnsanlarımız foydalanyapti, hamkorlarimiz. Mana bu yerda boshqa demak strategiyalar qatorida bizda stablecoin uchun alohida strategiya ochilgan. Mana avvalgi videolarda bu strategiyalarni ko'rsatganman. Yana ham hali prezentatsiyalar qilaman. Meni bugungi maqsadim mana bu yerdagi boshqacha rangda turgan strategiyamiz borku, mana 500 dollardan 2500 dollargacha bo'lgan mablag'ni investitsiya qilish mumkin va bu 49 kun ishlaydi azizlar. Info degan joyga bossak, uni ma'lumotlarini o'qib ko'rishimiz mumkin. Stablecoin strategy 49 kunlik investitsion strategiya bo'lib va hokazo tushuntirib beradi siz bilan bizga va uni 49 kun davomida 1,1% dan 1,6%gacha bo'lgan oraliqdagi daromad tushib turadi va buni daromadini haftalik yechish mumkin. Men esa uni yechmaymanda reinvest qilaman to'liq 49 kun davomida ishlashi uchun azizlar. Bu oynani yopaman va открыть tugmasini bosaman. Endi bu yerda ko'rib turibsizki, mana oyna. Bu yerdagi ma'lumotlar bilan tanishtirsam, stablecoin strategy bo'lyapti. Demak, valyutani aktivni tanlayman, TRC 20. Demak, maksimum desam 546 dollar. Yo'q, men aslida 540 dollar bilan ishlamoqchiman. Uzr kechirasiz, 540 dollar bilan ishlamoqchiman va reinvest degan narsani qo'shmoqchiman. Hisoblab qo'yamiz. Mana bu yerda kalkulyator bor. Kompaniya ataylab kalkulyator yasab bergan. 540 dollar pulni invest qilaman va 49 kundan keyin xudo xolasa bu mablag' 1041 USDT ga aylanadi. 1041 dollarga aylanadi xudo xolasa. Mana shu narsani ochamiz birgalikda. Agar men reinvest masalasini qo'shmasaydim, agar bu summa kichkinaroq bo'ladi va daromad 357 dollarni tashkil qiladi azizlar. Agar men reinvestni qo'shsam, bu yerdagi har haftalik daromadni yechmasdan mablag'imni o'stirish maqsadida reinvest qo'shib qo'ysam, daromadim 371 emas, 501 dollarni tashkil etadi 49 kunning ichida. O'shaning uchun ham men reinvest yo'nalishini tanlayman, chunki hozirda faqat mablag'imni, kapitalimni o'stirmoqchiman. Pul yechish masalasidan sal keyinroq shug'ullanaman, chunki ungacha sabr qilib o'z strategiyam, g'oyam bo'yicha mablag'imni o'stirib olmoqchiman azizlar. Demak, biz открыть tugmasini bosamiz. Mana открыть deposit. Bismillahirrohmanirrohim. Depozitimiz ochiladi. 540 dollar pulimiz ishga tushadi. Xudo xolasa 8 deyapti mana, muvaffaqiyatli. Mana endi bizga demak qanaqadir ma'lumot beradi. Подключение kapitala к Illuminance Grid. Mablag'imiz Illuminance Gridga qo'shilyapti. Mana azizlar, stablecoin strategiyasi bizda ochildi. Xudo xolasa bu nima deydi, bu yutuq bilan, bu muvaffaqiyatli qadam bilan o'zimni tabriklayman. Anchadan beri bu narsani kutib tayyorlanib kelayotgan edim. Sizlarga ham xuddi shu narsani nasib qilishini tilayman, tavsiya qilaman. Endi qarang, bu yerda nimalar bor.
Stable coin strategy deyapti. Strategiyamiz stable coin bilan, ya'ni bilasiz USDT TRC 20 da bo'lsa, BEP 20 da bo'lsa yoki efir tarmog'idagi USDTlar bo'lsa, ular stable coin bo'ladi. Ularning narxi o'ynamaydi. Kriptovalyutaga o'xshab, ya'ni Bitcoin, efirlarga o'xshab narxlari ko'tarilib ketib, tushib ketib o'tirmaydi. Dollar bilan qiymati bir xil yuradi. O'shaning uchun ham stable coin deyiladi. Shu strategiyani ochdim. Demak, $540 bu investitsiya ochildi. Daromad hali nol. Mana ertadan boshlab ko'rinadi, xudo xohlasa. Demak, reinvest включен deyapti. Mana yerda qaysidir foiz mablag' qo'shilgan va u yangi daromad kapitalning tanasini ustiga qo'shilib, har kuni yangicha daromad, yangi foiz bilan, ko'rsatkich bilan daromad beradi. Demak, biz bu yerda mana kontrakt raqamini skachat qilib olishimiz mumkin, yuklab olishimiz mumkin va yana shunday narsa bor ekan, mana bu strategiyamni ustiga 49 kunning ichida yana summa qo'shishim mumkin bo'lar ekan. Mana aytaylik, yana $450 qo'shishim mumkin bo'ladi. Yana xohlasam $250 yoki $100 qo'shishim mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa $50 qo'shishim mumkin bo'ladi. Imkoniyatim paydo bo'lib qolsa, kistamdan yana qo'shishim mumkin ekan. Demak, bu yerga summani yozaman va добавить tugmasini bosganimda menga o'sha strategiyamga pul qo'shiladi. Qachonki mana bu yerda umumiy balansimda pulim bo'lsa, boyagidek hamyonga pulni olib kiraman tashqaridan va bu yerda добавить tugmasini bosib qo'ysam, 49 kunning ichida bu pulim yana semirishni boshlar ekan, azizlar. Demak, mana bu yerda dogovor bor, kontrakt bor. Shu narsani skachat qilish mumkin. Bitta skachat qilib siz bilan birga ko'ramiz, azizlar. Qanaqa dogovor, nima bu? Kim bilan kimni o'rtasidagi dogovor bu? Mana bosamiz. Bu onlayn rejimda ekan, keyin skachat qilib olamiz menimcha kompyuterimizga. Demak, mana hozir bu yerda ko'rishingiz mumkin. Men qochib turaman. Nima bu? Illuminance Investment Certificate. Ya'ni Illuminance'ga investitsiya qilish haqidagi sertifikat. Certificate of Digital Capital Activation, ya'ni raqamli pulingizni aktivlaganingiz haqidagi sertifikat deyapti. Nima deyapti? Activation amount, ya'ni aktivlagan pulingizni miqdori $540 USDT da. Sanasi demak 8-chi, uzr kechirasiz, 12 avgust 2026-yilda bo'lyapti va Statement of Capital Integration va hokazo degan narsalarni o'qishimiz mumkin bo'lar ekan, azizlarim. Mana Illuminance nodamizni rasmi turibdi. Demak, Illuminance Quantum Grid Verified tasdiqlandi. Demak, bizga mana shu kontrakt raqamimizni beryapti. Qani bizda kontrakt raqamimiz? Document ID ILC 1219 Mana shu shekilli adashmasam. Mana shu bizni kontrakt raqamimiz bo'ladi, document ID deganiga qaraganda. Demak, mana shunaqa sertifikatni ham o'zimizga yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Aytyapti, strategy duration, ya'ni ishlash muddati 49 kun. Management format kim boshqaradi? AI boshqaradi, sun'iy intellekt plus Illuminance Quantum Grid boshqaradi. E'tibor qiling, kim boshqaradi pulingizni? Management format, boshqarish usuli AI boshqaradi, ya'ni sun'iy intellekt boshqaradi pulingizni. Mablag'ingizni sun'iy intellekt bozoriga olib chiqadi. Nimani yordamida? Plus deyapti, Illuminance Quantum Grid. Kvantum nodalarimizni kuchi yordamida sun'iy intellekt pulimiz bilan kriptobirjalarga chiqadi va ayirboshlash, ya'ni kriptoarbitraj hosil qiladi, daromadlarni olib kelib bizga ham beradi, kompaniyaga ham beradi, azizlar. Demak, buni mamnuniyat bilan tugmasini bossak kompyuterimizga yuklab olamiz va PDF fayl holatida saqlay olamiz. Рабочий stolga saqlasin, mayli, saqlanib deymiz. Bo'ldi, saqlandi menimcha. Bu oynaga hozir ehtiyojimiz yo'q. Endi mana aytaylik, Illuminance kompaniyasidagi mana bu 500 dan yuqori, $500 $2500 oralig'idagi mablag'ni investitsiya qilish masalasiga erishdim. Bugun juda katta xursandchilik men uchun va 49 kundan keyin xudo xolasa mana shu yerda $1041 ishlab o'z yakunini topgandan keyin umumiy balansga mana bu yerga kelib tushadi, azizlar. Xudo xolasa bugun 12 avgust bo'lsa, adashmasam 1 oktyabr kunlariga bizda xudo xolasa $1041 pul mablag'i USDT ko'rinishida umumiy balansimizga kelib tushadi, azizlar. Mana shunaqa maqsad bilan, mana shunaqa strategiya va g'oya bilan bugun mana stablecoin strategiyasini ochib oldim. Sizlarga ham shu narsani nasib qilishini tilab qolaman, tavsiya qilaman. Bugun internetim biroz sustroq ishlayapti shekilli, saytni yuklashda qiynalyapmiz. Xo'p, mana shu bilan mana Asterion birjasidagi pulimiz chiqib ketdi. Va biz bu birjada qonuniy ravishda ishlashni o'rganib olganmiz. Eslatib o'taman, azizlar, men moliyaviy tavsiyachi emasman, moliyaviy ekspert emasman. Har doim qilib o'tirgan ishimni YouTube kanalimda ko'rsatib borishga ham o'rganganman va bu
meni aytaylik hobbi sifatida bajaradigan ishlarim. Albatta, endi bu yerda moliyaviy maqsad ko'zlanadi. O'zimni misol uchun strategiyalarim, ishlab turgan onlayn instrumentlarim, hammasi agar daromad bersa ro'zg'orga yordam bo'ladi degan maqsadim bor. Ammo mana shunaqa ishlarni videoga qo'yishimdan maqsad shuki, avval boshda mana YouTube kanalimda ham prosmotrlar bo'lishi va shunga o'xshagan xohishlarim. Endi qarang, mana 617 dollarimiz qoldi. Buni boshqatdan iCoin tokeniga o'tkazib qo'yishim ham mumkin xohlasam, bo'lmasa buguncha turib tursin. Ya'ni keyinroq agar boshqa maqsad paydo bo'lmasa, ustiga pul qo'shmasam, demak iCoin tokeniga aylantirib qo'yaman. Undan maqsad shuki, iCoin tokeni hozir mana 6 sent bo'lib turibdi har bitta token uchun. 100 mingta holder bo'lgan vaqtda buni narxi ko'tarilishi boshlaydi, chunki bu yerda listing masalalari bo'ladi. Kompaniya o'zining tokenini juda katta dunyoni mashhur birjalariga listing qiladi, ro'yxatdan o'tkazadi. O'shanda esa buni narxlari oshishi mumkin. O'shaning uchun iCoin tokenda ham pul saqlashga harakat qilaman. Albatta, zapas pulim bo'lganda, ortiqcharoq bo'lganda saqlab qo'yaman. Kelajakda narx o'sish evaziga ham bu tokendan daromad qilish mumkin, azizlar. Mana, demak, maqsadimga erishdim. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda esa bu strategiyani natijalari bilan bo'lishaman va qancha daromad kelayotganini aytib turaman, ko'rsatib turaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, azizlar. Va yana shuni aytib o'tmoqchimanki, Anvarjon Qosimov Illuminance Global kompaniyasi bilan ishlashni boshlaganimga 53 kun bo'ldi. Uni saytda ko'rdingiz. Bu yerda o'sha yerda statistikasi bor. Va Illuminance kompaniyasini imkoniyati meni hayotimga kirib kelganidan xursandman, chunki bir marta kichkina summa bilan, $100 bilan ishlab ko'rdim, uni daromadini yechdim va o'z maqsadimdan foydalandim. Endi navbat keyingi strategiya va kattaroq summalar bilan ishlashga yetib keldi, azizlar. Bundan keyingi bosqichlarda 5 ming, 10 ming dollar pullar bilan ham ishlash niyatim bor. Xudo xohlasa o'sha kunlarga ham yetsam, sizlarga video qilib ko'rsataman va birga natijalar bilan bo'lishib boraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling, azizlar.